Assalomu alaykum barchaga. Bugun seximizda eksteriorlarimiz juda avjida. Yangi darvoza boshlaganmiz. Mana ko'rishlar mumkin. Ramkalari bitib qoldi. Bu darvozamiz korobkalari polni shivillerdan. Bu darvozamiz ham bitib qoldi. Skeletlarni chiqarib qo'ydik. Xohlasa chaspaylarni qoplayapmiz. Ushbu darvozamiz high-tech fasonda, skromniy variant chiroyli chiqqan. Gruntobga sepib qo'yganmiz. Xudo xolasa 1-2 kunda bunga ham kraskalarni sepamiz. Yana bitta high-tech fason darvozamiz tayyor bo'lgan. Ertaga xudo xolasa ustanovkaga olib boramiz. Kimga shunaqangi darvoza, panjara, navis xizmatlari kerak bo'lsa, Svarshi bolalarga aloqaga chiqasizlar. Xabarlaring bo'lsa, 19-fevraldan muborak kelayotgan Ramazon oyimiz uchun aksiya e'lon qilganmiz. Aksiyamizga ham oz kunlar qoldi. Ulgurib qolasizlar degan umiddamiz. Aksiyalarimiz soni chegaralangan.